Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimizni bitkazib bo'ldik. Mana inshaalloh xudo xolasa bu yerda 5 desik 5 ta rom ko'rib turganinglarda mana yopiq eshiklarimiz aynasiz dilali deb qo'yadi. Bularda mana ko'rib turibsizlar. Mana romlarni ham achipasonda dedi uzun qilib berdik. Mana romlar ham. Mana bu ikki qanotligi uzun bo'yicha eshiklarimiz paton qo'yganmiz. Mana patonlarimiz mana tillarangda juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa. Bular kvadratini 700 ming so'mdan vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib berish ichida bo'lyapti. Buni paxtavodga olib borib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Mana kvadrati 700 ming so'mdan kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunutkasi ichida. El xizmatidamiz. El qatori mana sizlarga ham shunaqa qilib beramiz, xudo xolasa. Ko'ribsizlar. Endi sahar mana bomdodda o'qib olib ketyapmiz. Endi hozir yuklab olib ketib borib o'rnatib beramiz inshaalloh. O'rnatib bo'lgandan keyin yana bir obzor qilgan video qo'yaman. Ko'rasizlar, o'rnaganini ham juda chiroyli chiqadi, xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalish uchun. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana